Barchaga assalomu alaykum. Ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oling, chunki bugun biz sizlar bilan mazasi bomba bo'lib chiqadigan tiramisu qilishni o'rganamiz. Qani, ketdik. Ishimizni birinchi bo'lib tuxum hamda shakarni yaxshilab venchiklab, ketidan 3 osh qoshiq kraxmal hamda sovuq holatdagi sutni aralashtirib olishdan boshlaymiz. Krem uchun massamizni o'rtacha olovda qaynab chiqqungacha yaxshilab aralashtirib turib pishirib olamiz. Qaynab chiqqandan so'ng ustiga taxminan 50 gram atrofida sariyog' solib, ustini yopib olib qo'yamiz. Qulupnay sezoni ham boshlandi. Demak, bizga kerak bo'ladi qulupnay. Ularni yuvib, tozalab, blenderdan o'tkazamiz hamda shakar va kraxmal bilan boyitib, gaz plitani ustiga qo'yib, qo'yilgungacha qaynatib pishirib olamiz. Endi sizlarga va'da qilingan mazali shirinligimizni terishni boshlaymiz. Birinchi sloyga kakaoga botirilgan pechenyelar, siz o'zingiz xohishingizga qarab pechenye ishlatsangiz bo'ladi. Ikkinchi sloyga boya olib qo'ygan kremimizga malinani aralashtirib, ikkinchi sloy qilamiz. Uchinchi sloyga yana bir qator pechenye hamda pechenyening ustidan qulupnoyli jamimizni chiroyli qilib surib olamiz. Muzlatgichga olib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mana mazali bo'lgan tiramisu tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab yeb ko'rishinglarni maslahat beraman.